4-chi bob. Biroq Musa Parvardigorga: İsraillar manga ishonmay, so'zimga quloq solmay, manga Parvardigor sana asla ko'rinmadi desa, qanday qilaman? dedi. Parvardigor uningdan: qo'lingdagi nima? deb so'radi. Tayoq, deb javob berdi u. Parvardigor uningga: tayoqni yerga tashla, deb buyurdi. Musa uni yerga tashladi, u ilonga aylandi. Musa uningdan qochdi. Parvardigor Musaga yana: ilonning quyrug'ini tut, deb buyurdi. Musa ilonning quyrug'ini tutdi. İlon yana tayoqqa aylanib ketdi. Parvardigor uningga: mana bu İsraillarni Parvardigorning, ya'ni ularning ajdodlari İbrahim, İshaq va Yaqublar e'tiqod qilib kelgan Xudoning sana ko'ringanligiga ishondirdi, dedi. Parvardigor Musaga yana: "Endi qo'lingni qo'yningga sol", dedi. Musa qo'lini qo'yniga silib, chiqirib qarivdi, qo'lini mahov qoplab ketgan edi. Ondan Parvardigor: "Qo'lingni, ya'ni qo'yningga sol", dedi. Musa qo'lni qo'yniga silib chiqirdi, qo'li asliga kelib, badanining boshqa joylariga o'xshash holatga kelgan edi. Parvardigor so'zini davomlashtirib: agar ular sana ishonmasa yoki dastlabki mo'jizadan keyin yanila qoyil bo'lmasa, keyingi mo'jiza balkim ularni qoyil qiladi. Agar bu ikki mo'jizami ularni qoyil qila olmasa va ularni so'zingga quloq soldira olmasa, u chog'da sen Nil daryosining suyidan bir oz elib, quruq yerga to'k. Sen shunda qilganingda suv qonga aylanadi, dedi. Lekin Musa: "Hey egam, meni ayibga buyurma. Men azaldilla so'zman emasman. Sen men bilan so'rashgandan keyinmi, ya'ni shu men mana mushundaq tili eg'ir odamman", dedi. Parvardigor uningga: "Odamga so'zlash qobiliyatini bergan kim? Uni so'zlayoladigan, so'zlayolmaydigan, anglayalaydigan, anglayamaydigan, ko'ralaydigan, ko'ralmaydigan qilgan men Parvardigor emasmi? Sen borive, men sana so'zmanlik ato qilaman. Nemi deyishing kerakligini men sana o'rgataman", dedi. Lekin Musa javoban: "Hey egam, men sendin o'tnib qolay. O'zing ixtiyor qilgan boshqa birsini avatgin", dedi. Bu so'zni anglagan Parvardigor Musaga g'azablanib: "Sen bilan bir Lovi qabilasidan bo'lgan Harun ismli bir akang bog'u. Uning notiq ekanligini bilaman. U seni qarshi elish uchun allaqachon yo'lga chiqdi. U seni ko'rsa xushal bo'lib ketadi. Sen demoqchi bo'lganlaringni uningga ayt. Men sana va uningga so'zmanlik ato qilaman. Men har ikkinglarning nima qilishinglar kerakligini sizlarga o'rgataman. U sening og'zing bo'lib, sana vakolatan xaloyiqqa so'z qiladi. Sen bo'lsang, xuddi Xudoga o'xshash, uningga uning nima deydiganligini o'rgatasan. Bu tayoqni elib ol,
Çünkü sen onun bilen möcüze köstsen, dedi. Şunun bilen Musa, qiynatısı Yetro'nun yeniga qaytıp gelip, ununga, mening Mısırga qaytıp, urtiqallarımның texçe hayat yoki hayat emasligini ko'rishimga ijozat bergaysiz, dedi. Yetro uning talibiga qo'shilib, uningga oq yo'l tilidi. Musa texi Midyandagi vaqtida Parvardigor uningga sen Misrga qaytib ket. Chunki seni o'ltirmoqchi bo'lgan odam o'ldi, degan edi. Shuning bilan Musa ayoli va bolalarini eshakka mindirib, Misrga qarab yo'lga chiqdi. U Xudo uningga elib ilishni buyurgan tayoqni qo'lga elib oldi. Parvardigor Musoning esiga selib, yana mundaq dedi. Misrga qaytib borganingdan keyin Misr podshoyining oldida men seni qodirgan har xil mo'jizlarni cho'qim ko'rsatgin. Lekin men uni xalqingni qo'yib bermaydigan johil qilaman. U chog'da sen Misr podshoyiga Parvardigor, İsrail xalqi mening tunji o'g'limni manga ibodat qilishga berishdan to'sima. Rad qiladigan bo'lsang, sening tunji o'g'lingni o'ltiraman, deydi, degan. Musa Misrga qaytish yo'ldagi bir qo'nalg'uda Parvardigor uningga yo'liqib, uning jinini olmoqchi bo'ldi. Shunga Musoning ayoli Zipora bir parcha o'tkir qirliq toshni qo'liga elib, o'g'lining xatligini kesib, uni Musoning putlariga tekkizib, sen haqiqatan to'kilgan qon orqali qutuldirilgan erimsan, dedi. Zipora o'g'lini xatni qilganlikdan Musoni to'kilgan qon orqali qutuldirilgan erim, dedi. Shuning bilan Parvardigor Musoni aman qoldirdi. Shu vaqtlarda Parvardigor Harunga sen cho'l bayovonga berib Musoni kutib ol, degan edi. Harun yo'l yurib Xudoning teg'i yetganda Musa bilan ko'rishdi va uni so'ydi. Musa Parvardigorning o'ziga yetgan hamma so'zlari va Misrda ko'rsatishga buyurgan barliq mo'jizalar haqida Harunga so'zlab berdi. Shunda qilib Musa bilan Harun ikkaylan Misrga berib, İsrail oqsoqollarining hammasini yirdi. Harun Parvardigorning Musaga aytgan hamma so'zlarini ularga yetkizdi. Ham ko'pchilikning oldida mo'jizalarni ko'rsatdi. Oqsoqollar uning so'zlariga ishondi. Ular Parvardigorning o'zlariga ko'ngil bo'lganligini va zulm ichidagi hayotiga nazar solganligini anglagan hamon boshlarini egib, Xudoga sajda qilishdi.